Assalomu alaykum aziz fermerlar. Yaxshimisizlar? O'sha kelib kelayotgan Navro'z ayyomlar muborak bo'lsin. Hayit ayyomlar muborak bo'lsin. Kelib kelayotgan yangi yilimiz muborak bo'lsin hammaga. Bayram arafasi men ham o'sha qishloqqa qaytdim. Shu bayram bahona ayrim o'sha paxta bo'yicha, o'sha paxta ekish bo'yicha bitta master klasslar bor. O'shani o'taymiz. Bugungi masala, demak, hozir o'zimizni oilaga tegishli tomorqa yer, где-то yarim gektarcha joy, 50 sotik. Bug'doy ekilgan. Hozir suv kelgan. Suv kelgan. Paxta ekishga yaqin suvlar hammasi yopiladi. O'shuning uchun dalaga qarab bug'doyni o'sha paxtadan oldin, paxta ekmasdan oldin sug'orib qo'yishim kerak, chunki aytganimdek suvlarni hammasini to'xtatishadi. Shu paxtaga toshib ketmasligi uchun. Demak, sizlarga bitta o'zim ishlatadigan life hack, ya'ni zamonaviy innovatsion bitta life hack ko'rsatmoqchiman. Sizlarga kerak bo'ladi oddiy bitta telefon, mana shunaqa Android bo'lsin, boshqa bo'lsin. Sizlarga kerak bo'ladi mana shu значок. Demak, ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu значок One Soil deb aytiladi. Bu programmaning nomi. Hozir bitta men ekranni zapisini ham yo'qay. Demak, mana shu One Soil degan platforma. Men hozir sizlarga qisqacha ko'rsatib o'taman. Ko'rinishi mana shunaqa. Xo'sh, ekran zapisini ham chiqarib qo'yaman. Sizlarga bu One Soil nima? One Soil tekin versiyasi ham bor, platnisi ham bor. Siz belgilangan o'sha tomorqangizni yoki polengizni belgilab olasiz va sizga tomorqangiz haqida bir necha ma'lumotlarni o'sha Sputniko, ya'ni sun'iy yo'ldosh orqali analiz qilib beradi. Demak, bizning yer 0,5 gektar ekilgani bug'doy va kunma-kun mana o'sha Sputniko nimalar kelib turadi, daniylar. Demak, nima qilamiz buni? Biz bunga tushunmasligimiz mumkin. Bu qanaqa rang, nima ranglar, nimani bildiradi? Buni oson yo'li bor, oson yo'li. Shuni olamiz. Ko'rib tursiz, kengaytiramiz. Demak, Xonqo viloyatidagi birinchi yerimiz. 0,5 gektar ekan. Bizda hozir kontrastli NDV. Bu nima deganiga biz bitta screenshot qilamiz. Undan tashqari bizda yana nima bor? Bazaviy NDV bor ekan. Uni bitta screenshot qilamiz. Demak, влажность. Uni ham bitta screenshot qilamiz. Uni ham kontrastnisi bor. Uni ham bitta screenshot qilamiz. Demak, bizda 4 ta o'sha screenshot, ya'ni ekranni rasmga olingan narsa bor, ma'lumotlar. Endi biz nima qilamiz? Hamma biladi. Bizda ChatGPT bor. Sun'iy intellekt. Masalan, mana ChatGPT shuni kiramiz. Xohlasangiz platniy versiyasi, xohlang sizga o'sha tekin versiyasi ham bo'laveradi. Shuni kiramiz. Plus belgisini bosamiz va rasmlar turibdi. Birdaniga rasmlarni tashlaymiz. Добавить foto. Rasmlarni yuklaydi o'ziga. Rasmlarni yuklab oladi. Yuklab olgan tagida chiroyli qilib unga tushuntirish berish kerak. Shu yozamiz. Sekin. Bu yerda yer, masalan, joyiz yozasiz. Xorazm viloyati Xonqa tumanida joylashgan. Demak, yerga bug'doy ekilgan. Yerni analiz qilib menga
Tak. Amaliyot qilish uchun reja tuzib ber desangiz, hop jo'natamiz. Sun'iy intellekt buni o'rganadi va sizga bu rasmda nimalar borligi, nima ishlar qilishingiz haqida nimalarni, so'rovlarni beradi. Ya'ni o'sha javoblarni beradi. Demak, bu NGV va NDWI asosida yer holatini ancha aniq tahlil qilish mumkin. Maydon 0,5 gektar bug'doy ekilgan. Demak, hozirda bosqichda vegetatsiya nazorati juda muhim deb yozilgan ekan. Demak, umumiy tahlilimiz 0,31 dan 0,2gacha oshgan, ya'ni shkalamiz bu yaxshi o'sish dinamikasi. Hozirgi qiymati demak 0,5. Bu o'rtacha yaxshi vegetatsiya, ya'ni o'sish jarayoni vegetatsiya jarayoni juda ham yaxshi deyilgan. Keyingisi bu ranglar: yashil o'sha sog'lom, sariq o'rtacha, qizil esa stressli joylar, ya'ni bu na o'sishga, na o'sha yo'q bo'lib ketishga moyil joylar. Ya'ni o'sha kontrastda ko'rishingiz mumkin. O'sha qizil, yashil, o'sha sariq, to'q sariq bilan belgilangan. O'shanga qarab prognoz qilinadi. Xulosa, yerni 70% yaxshi, 30% da muammo bor. Demak, bizda muammo bor degani bu bizda hali najot bor. Agar yo'q bo'lib ketdi, unga qarash o'sha befoyda desa yozardi. Demak, biz uni 30% dan yana saqlab qolishimiz mumkin. Yoki shu turishida yoki baland o'sha sentnerda. Demak, namlik holati salbiy. Demak, o'sha sug'orishga kelgan. Chunki men aslida sug'orishga kelganman bu yerni. O'sha insoniy instinktdan ham sug'orish payti kelib qoldi. Ancha o'tdi ham. 1-2 haftacha o'tib qoldi. Demak, namlik yetishmayapti, ayniqsa pastki va chekka hududlarda. Demak, buni ko'ramiz. Yerda suv stressi bor. O'sha vegetatsiya stressi o'sha suv bilan bog'liq ekan. Demak, bizani nimamiz suvga kelgan o'sha alohida. Agar biz sug'orsak, uni haftadan keyin xudo xolasa o'sha stressdan chiqib oladi. Demak, muammoli zonalar qizili janubiy qismi ekan. Qizil orange, ya'ni qizil, ya'ni o'sha apelsin svet. Sariqni sal nimaroq. NVD'si past, NDV'si ham past ekan, pastki qismini. Sababi suv yetishmasligi, tuproq zichligi yoki sho'rlanish ehtimoli. Bu aniq. O'g'it yetishmasligi, o'sha gap. Chunki men bugun yerni ko'rib o'g'it sepish kerakmi, yo'qmi, o'shaning uchun kelganman prognoz qilishga. Demak, bizga o'g'it kerak ekan. Demak, o'rta qismi sariq yashil o'rtacha holat, lekin kuchaytirish kerak. Demak, o'rta qismiga asosan yaxshiroq nima berish kerak? Dorini sal qalinrog'i. Pastki qismiga esa unga dorini qalin berish, o'sha o'g'itni qalin berish bu nimani vegetatsiyadan chiqib ketishdan, stressdan chiqib kelishga olib kelmaydi. Naborot biza sekinroq beramiz, faqat hafta yoki o'sha 4-5 kundan keyin yana bitta sepib yuborsak, o'sha qismiga bu yaxshi nima beradi, ta'sir qiladi. Birdaniga qo'yib 2-3 barobar ko'p berish bu yo'q, yaxshi usul emas. 4-5 kundan keyin yana bir marta o'sha qismiga yana shunday baravaridan solib olsak, bizaga yaxshi nima beradi. Keyingisi yuqori qismi hozircha muammo yo'q. Demak, mana bu qismlari hozircha muammo yo'q. Biz hozir dalani o'ziga tushib ham ko'ramiz, nimalar bor. Demak, amaliy reja eng muhimi. 1-3 kun ichida pastki va sariq zonalarga ko'proq suv berish kerak. Demak, bu taraflarni ko'ramiz hozir. Yerda ham o'zi bilinadi. Imkon bo'lsa, notekis zonalarni qiling. Notekis sug'orish qilish kerak. Zonal, ya'ni sal bostiribroq sug'orish kerak. Bostiribroq metr kvadratiga gektariga 600-800 metr kvadrat. Bug'doyning bosqichiga qarab. Bug'doy hozir o'sha aytganimdek, hozir mart oyi bo'ladigan bo'lsa, bu Rossiya, ya'ni o'sish jarayonida boshoqqa tayyorgarlik ko'radi. Bu safar nimada o'sha tomirlar yoyib bo'lingan,
yaproqlar hammasi chiqib bo'lgan, boshqa harakat qiladi bundan keyin. Shu bo'y o'stirishga уже dori berilgan bunga, mochavina, ya karbamid. Endi bu nimaga qarab harakat qiladi? Boshqa qarab harakat qilishni boshlaydi. Demak, ikkinchi bosqichda o'g'itlash bir hafta vaqt beribdi bizga. Karbamid gektarga 100-150 kilo karbamid so'ralgan va azot ko'proq, NPK ya'ni azot ko'proq bo'lgan. NPK bo'lsa, NPK nima ekan? NPK ni ko'ramiz. Bu o'zbekcha yozilgan. Biz selitra berishimiz mumkin. Selitra bersa juda ham yaxshi. Hozir sal boshqacharoq selitralar chiqib qo'ygan. O'sha ham ichida azot ko'p. Menimcha karbamid aralashtirish shart emas. Chunki men ko'rib turibman, bu yerda karbamidga nima yo'q. Joy kerak emas. Ozgina selitra kerak. Mana bu sarg'ishlarni yo'qotish uchun. Azot yetishmasligi ehtimoli bor NVD joy pastlarida. Demak, bu shuni ko'zga ham tashlanib turibdi. Tuproqni tekshirish kerak, qattiqmi, sho'rmi? Buni ko'ramiz. Sho'rlik bor ozgina. Bu dalaga chiqib ko'ramiz hozir. Sho'rlanish bo'lsa, yuvish sug'orishini, zich bo'lsa kultivatsiya yumshatish. Bizda kultivatsiya iloji yo'q. Bu bug'doy. Nima, selka bilan ekilmagan. Kultivatsiya qilish iloji yo'q. O'zi bug'doyni bunday olib qaraganda kultivatsiya qilish iloji yo'q. Sho'rlanishga yuvish, bostiribroq sug'orsak, menimcha ancha foydali bo'ladi. 4-bosqichda kasallik va zarar ko'rganlik nazorati. Sariq joylarda, dog'li joylarni qidirish kerak. Demak, barglar sarg'aygan va dog'li joylarni qidirish kerak va o'shandan namuna olib, menimcha nimaga borsak, qanaqa kasalliklarga aytib beradi. O'ziga tashlaymiz, rasmni o'zi ham aytishi mumkin. ChatGPTni. Maslahat nimadir yozilgan. Fungist insecticide. Demak, bu yerda kerak bo'lsa maslahat fungisid bilaman, insektisid bir bilalar yozilgan. Men bunga tushunmayman. Buni ko'ramiz. Nimaligini qaytarib o'ziga yozsangiz aniq tushuntirib beradi. 5-bosqichda 0.6+ ga chiqsa yaxshi. 10-14 kun ichida o'zgarmasa muammo chuqurlashadi. O'shangacha men 2 haftagacha bormayman. Hamma nimalarni qilib berishim kerak. O'sha dehqon o'sha 2 haftagacha men polni o'sha texnik ishlarni ham, sug'orish ishlarini hammasini qilib berishim kerak yer uchun. Siz uchun aniq strategiya, demak, qisqa plan, suvni ko'paytirish, darhol azotli o'g'it berish, ya'ni o'sha azotiga qarab, foiziga, muommali joylarda alohida ishlash kerak. 2 haftada qayta tekshiruv qilish kerak. 2 haftalik ichini, bu har kuni yoki 2 kunda bir analiz chiqadi. 2 haftalikni bitta analiz qilib, o'shanga qarab yana bu qo'shimcha maslahat beradi. Keyin muhim maslahat bu sizning yer daryo yonida joylashgan, yer osti suv sho'rlanish xavfi bor. Shu sabab ortiqcha suv ham zarar bo'lishi mumkin. Balans muhim deb yozilgan. Albatta biz balansga qaraymiz. Yer tekislangan, yer lazer bilan tekislangan, tep-tekis. Bostirib sug'orishdan qo'rqmaymiz, chunki bir xil bosadi. Agar o'nqir-cho'nqir bo'lganda, unda xavotir olsak bo'lardi, bir taraflarni yo'qotib qo'yishimiz mumkin edi. Keyingisida agar xohlasangiz bizga aniq kunlik rejani yoki hosil o'stirish uchun to'liq texnologiya beramiz. Unga savol bersangiz, u yana sizga otvetlarni qaytaraveradi. Yana tushunarli bo'lishi uchun aytaman, One Soil bu nimasi bor? Platniy versiyasi ham bor, besplatniy versiya bor. Ko'rsangiz, bu menda har kunligi o'sha 5 kunlikdan qilingan nimalari bor, analizlari. 5 kunlik analizlari har 5 kunda. Bu ayni o'sha rastlaynost, ya'ni o'sish darajasi va nimaga qo'yganman. Demak, влажность uchun ikkalasidan prognoz olamiz. Bizda esa hozir o'sishda ozgina muammo bo'lgani uchun o'sishda. Biz hozir kontrastni bazoviy NVIDIA kontrastni ochamiz. Demak, kontrastni. Va nega yashil u, nega qizil? Demak, kattalashtiramiz.
qizil zonalar. Demak, bu taraf. Bu oxirgi taraf qizil zonalar. Negadir. Xo'sh. Qizil, bu taraf o'rta juda ham yaxshi. O'rta taraflar mana bu yerlar juda ham yaxshi. Men turgan joy esa nisbatan yaxshi va sarg'ish joylar bor. Bu qizil joylar esa o'sha bu nima? Bizada o'sha suv bilan qilingan tepalik. Bizda rash deydi. Rash. Adabicha bilmayman nimaligini. Demak, nimani tagida sho'rlanish kuchli va aniq. Chunki bu turishi, bu turishi hammasi sho'r tuproqlar hammasi. O'shuning uchun men shundan buyog'iga sho'rlanish juda ham kuchli bo'ladi. Mana shu tarafda ikkita chiziqdan buyog'iga sho'rlanish juda ham kuchli bo'ladi. Chunki sho'r bu yerga baribir oqib keladi, yomg'ir bor, qor bor, oqib mana shu yerga tushadi. Xo'sh, bu taraf esa bu taraf. O'rta taraf ozgina yo'qotish bor bu yerda. Chunki nima sabab? Bizda bu yerda ham sho'rlanish sal kuchliroq. Teparoq taraf yaxshi qo'yilgan. Bizda hozir bug'doyda barglarda muammo yo'q, lekin ko'rishimiz mumkin. Begonotlarning qurishi bor. Mana bu yerda mana. Yangi begonotlarning qurishi bo'lsa, значит bu sho'rlanishdan emas. Begonot sho'rlanishda yaxshi chiqadi. Bu taraf namlik juda ham yaxshi ko'rsatgan, chunki bu yoqda namlik yaxshi. Bu yoqda quruq. Ancha quruq. Mana shular juda ham yaxshi ko'rsatilgan, ko'rishingiz mumkin. Mana shular ko'rinishi ham ancha yaxshi. Yashildan shu to'qqa qarab ketgan. To'q yashilga. Bizda muammoli joy bu taraf pastda. Xo'sh, bunga o'sha nima uchun kerak bu narsalar? Qiynalib, boshqa qilib, o'sha yozib, chizib yo'q. Bu albatta kerak, chunki biz zamon bilan hamnafas bo'lib, dehqonchiligimizni mana shunaqa qilib parvarish qilmasak, hozir ko'rgan bo'lsangiz, mali 50 sotka o'sha yarim gektar ichidaman. Fermerlarimizda 100 gektarlar bug'doylari bor, uning ichiga kirib birma-bir ko'rish ilojisi yo'q. Oddiy mana shunaqa analiz tufayli qarang qancha narsani oldini olsa bo'ladi. Va ko'rib turibsizki, mana bu yerda yo'qotish bor. Bug'doyni yo'qotish chiqmagan ham. Uje bular yaproq chiqarib bo'lgan bug'doylar. Buni endi borlarni saqlab qolishim kerak. Borlarini. Boshqa iloji yo'q, chunki o'zi sho'rlanish darajasi yuqori bo'lgani uchun tuproq o'zi ham aytayapti mana. Suv yetishmovchiligi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, suv yetishmovchiligi. Sal dalada mana shu qismi menimcha balandroq. Shuning uchun suv yaxshi yuvilmagan, sho'rlanish kuchayib ketgan. Shuning uchun yo'qotilgan. Bu qismiga keladigan bo'lsa, o'zi ko'rinib turibdi nimadanligi. Ko'rinib turibdi nimadanligi. Bu asosan demak, bu nimani tepaligi qiyshiq, chunki narigi qarta o'zimizga, bu qo'shib olganmiz bu yerni ijaraga. Bu qismi juda ham baland, shuncha ikkiga bo'lingan. Suv ichishi ham shunga yarasha. Yo'qotish ham o'sha suv yaxshi bo'lmagani uchun sho'rlanish yuqori. Ko'rib turganingizdek, sho'rlanish juda ham yuqori. Buni yaxshilab bostirib sug'orsak, yaxshilab bitta selitra bersak, ammoniy selitra, azot bilan kuchaytirsak yerni, bu yerni ham chotki qilib saqlab qolsak bo'ladi. Mana o'rtalarini ham saqlasa bo'ladi. Zo'r, o'sishi bor, to'q yashil. Bu yoq taraf ham yaxshi, suv yaxshi ichgan. Sal bu tarafida nima bor? Yashillik ko'ryapman ko'z bilan. O'sha yashil ham ozgina ishlov bersak, demak, boshqaga qaraganda 10-15% o'tda yaxshiroq bersak, yaxshi natija olsak bo'ladi. Qisqasi shu, men pastda saytlarni qoldiraman. Bu qaysi sayt? Programmalar Androidga ham, iOSga ham bor.
Programmalari Androidga ham, iOSga ham bor, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Rus tili bor, o'zbek tili menimcha yo'q. Ichida agar kompyuterni ochadigan bo'lsangiz, ko'p ma'lumotlar bor. Boshqa o'sha agronomlar tushunadigan ko'p ma'lumotlar bor. Ularni analiz qilsangiz bo'ladi alohida. Buni keyin platniy versiyasi bor. Biz o'sha smart fermamiz uchun platniy versiyasini ishlatyapmiz hozir. Uni ham alohida ko'rsataman. Platniy versiya nimalarni yana ko'rsatadi. Bugungi layfhaklar shundan iborat. Demak, biz nima qilamiz? Yerga endi azotli demak, azotli o'g'it sepamiz. Bu ammoniy selitra bo'lishi mumkin. Ozgina karbamid ham so'rayapti, lekin karbamid shart emas. Ko'rib turganingizdek, bo'y basti. Boshqalarga qaraganda juda ham yaxshi. Qo'shniniki ahvoli sal chatoqroq. Bularniki yaxshi. Bu yerda o'zi yo'qotish bo'lgan bug'doyni o'zi buzib tashlashibdi. Narigi qo'shniniki ham juda ham yaxshi ko'rinish. Demak, ular sug'orishgan, qo'shni o'zi sug'orib dalasini berishgan. Biz ham esa mana shu ishni bugun amalga oshiramiz. Demak, bu kichkina o'sha dehqonchilik bo'yicha layfhaklarni tashlab boramiz. Atara Agro bilan birga bo'ling. Mana shunaqa bayram paytlari sal bekor qolganda o'zimizda bor bilim bilan ulashib turamiz. Salomat bo'ling.